Men doimiy ravishda vahshiylikka to'la Darknet saytiga kirar edim. Bu odamlar o'ylaganidek emas. U yerda yomon va dahshatli odamlarga to'lib toshgan emas. Bu faqat qorong'u internetning kichik bir qismi. Bir necha yil oldin sevgan qizim men bilan ajraldi va men uning shaxsiy rasmlarini internetga joylashtirib yubordim. Ko'p o'tmay u yo'qolib qoldi. Ancha vaqt o'tgan bo'lsa ham men tobora o'zimga qarshi odamlarni uchrata boshladim. Men qo'rqinchli ko'rinmayman, tashqi ko'rinishim ham unday emas. Hech qachon jismoniy yoki og'zaki janjallarga kirishmayman. Doim o'zimga o'zim bu odamlar o'zlariga nima bo'lishini bilishmaydi deb o'ylayman. Men oshxonada dastavkachi bo'lib ishlardim. Menejerim esa meni doim haqorat qilardi. Kechikardim, buyurtmalarni buzardim, mijozlarga beadab muomalalar qilardim. Men xato qilayotganimni tushunar edim, lekin bu odamning muomalasi hamkasblarim va ba'zi mijozlar oldida meni uyaltirardi. Lekin bir kuni bu oxirgi tomchi bo'ldi. Shu kuni ishga vaqtim bo'lishidan 5 daqiqa oldin kirdim va menejerim baland ovozda "Derazani yalaydigan o'z vaqtida keldi" deb baqirdi mijozlar va hamkasblar oldida. Hamma meni ustimdan kuldi. O'sha kechki navbatchiligimda u menga doim kinoyali gaplar aytdi, masxara qildi. Hamma ishimdan kamchilik topdi. Va men qaror qildim. O'sha Darknetga kirib uning ma'lumotlarini beraman. Uyga qaytayotganimda buni qilish yoki qilmaslik haqida o'ylab ketdim. Uyga yetib borganimda qaror qabul qildim. Endi yakson bo'ladi. Na dush qabul qildim, na kiyimimni almashtirdim. To'g'ridan to'g'ri notebookimga o'tirib va Darknetni qidirdim. Ko'p havolalar bosdim, chunki Darknetda har xil yo'llarga olib boradigan havolalar juda ham ko'p. Porkchap nomli havola e'tiborimni tortdi. Bosganimda ma'lumotlar sahifasiga o'tdim. Faqat 6 ta so'z yozilgan edi. Biz topamiz, biz so'yamiz va yana bir havola. Biz nima qilishimizning namunasi. Albatta men uni bosdim. Bosishim bilan ekran burchagida sana, vaqt va eski kamera paydo bo'ldi. Kamera orqasidagi odam erkakning yoniga yaqinlashdi va uni kuzata boshladi. Bir necha daqiqa o'tgach erkak nima bo'layotganini sezdi. U orqasiga o'girildi. Shunda uni kuzatayotganini sezib baland ovozda qichqirdi. Keyin to'satdan 5 ta cho'chqa niqobini kiyib olgan yigit uni qorong'u va